Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin O'zbekistonda AES qurilishga start beradi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin joriy yilning 4-iyun kuni O'zbekistonda Rossiyaning Rosatom kooperatsiyasi tomonidan barpo etilayotgan AESning birinchi energiya bloki qurilishini boshlab berishni rejalashtirmoqda. Bu haqda 2-iyun kuni Rossiya rahbarining yordamchisi Yuriy Ushakov ma'lum qildi. Uning bildirishicha, prezidentlar Sankt-Peterburg iqtisodiy forumi doirasida uchrashadi va video aloqa orqali O'zbekistondagi ilk AES qurilishiga yashil chiroq yoqadi. Prezident Mirziyoyevning forumda ishtirok etishi munosabati bilan tabiiyki ikki tomonlama uchrashuv ham o'tkaziladi. U 4-iyun kuni kechqurun Konstantinov saroyida bo'lib o'tadi, deydi Ushakov jurnalistlarga. U Rossiya va O'zbekiston rahbarlarining o'rtasidagi muzokaralarning boshlanishi ramziy ma'noga ega ekanini qayd etgan. Uchrashuv ancha ramziy va qiziqarli tarzda boshlanadi. Ikki rahbar O'zbekistonda integratsiyalashgan atom energiya stansiyasining birinchi energiya bloki qurilishi boshlanishiga bag'ishlangan videokonferensiyada ishtirok etadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Polshada O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistondan kelgan migrantlar soni ortib bormoqda. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, hozirda Polshada Markaziy Osiyo mamlakatlaridan taxminan 20 ming 30 ming kishi istiqomat qiladi va bu raqam o'sishda davom etmoqda. Migrantlarning eng ko'pi O'zbekistondan. Faqat 2026-yilning dastlabki 3 oy davomida O'zbekiston fuqarolariga taxminan 16 mingta, Qozog'iston fuqarolariga 12 mingta, Qirg'iziston fuqarolariga qariyb 8 mingta, Tojikiston fuqarolariga taxminan 6 mingta ruxsatnoma berildi. Bu migrantlarning aksariyati ishlash uchun keladi. Markaziy Osiyodan talabalar ham Polshaga tobora ko'proq kelmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ko'plab migrantlar ilgari Rossiyada ishlagan, ammo endi boshqa mamlakatlardan ish izlay boshlagan. Markaziy Osiyo mamlakatlaridan tashqari Polshada ham Hindiston, Bangladesh, Kolumbiya va Venesueladan migrantlar oqimi ortib bormoqda. Mutaxassislarning fikricha, mintaqada yoshlar va talabalar soni tez sur'atda o'sib borayotgani sababli kelgusi yillarda Yevropadagi Markaziy Osiyolik migrantlar ham soni ko'payadi. Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Rossiyaga kelgan hindlar qayerga yo'qoldi degan savollarga mana aniq javoblar topildi. Bular hammasi o'rmonning ichiga kirib yashayotgan ekan. O'rmonning ichini ko'ryapsizlar, musorlar bilan to'ldirib tashlagan ekan. Mahalliy aholi hozirda ularni tutib olib chiqib o'rmonlarning ichidan barcha musorlarni o'ziga tozalatyapti. Ko'ryapsizlar, bir vagon musor qilib tashlagan. Bu hindistonliklar o'zini yurtida xuddi shunaqa sharoitlarda yashab o'rganib qolgani uchun bu yerda ham xuddi shunday yashasa bo'ladi. Bu yerda yaxshi ekan, besplatno o'rmonlarda yashab yurar ekanmiz degan maqsadda shu o'rmonlarning ichiga kirib olgan bo'lsa kerak. Bu ma'lumotni qayerdan olding desangiz, shu Rossiyaning katta Telegram kanallarida xuddi shunday yozilyapti. Men sizlarga buni perevod qilib o'zbekchasini qo'yib beryapman. Shu mehnatlarimni qadrlagan holatda bittadan shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Moskvaning janubiy shahrida migrantlar o'rtasida jiddiy nizo o'lim bilan yakunlandi. Lyubina tumani politsiyasiga mushtlashuv haqida xabar berildi. Voqea joyiga politsiya xodimlari yetib kelishdi. Ular avtomobillar turar joy yaqinidagi maysa ustida yaralangan chet ellikni topishdi. Nizo ishtirokchilaridan biri uning ko'kragiga pichoq bilan zarba bergan. Jabrlanuvchi shifoxonaga borish yo'lida tez yordam mashinasida vafot etdi. Mushtlashuvning qolgan ishtirokchilari esa qochib ketishdi. Tergovchilar Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi 1-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi. Politsiya jinoyatni kim sodir etganini va tez fursatda aniqladi. Gumonlanuvchi 24 yoshli shaxs bo'lib chiqdi. U jazodan qochish uchun Rossiyadan chiqib ketmoqchi bo'lgan. Yepaxov inspektori Smolensk viloyatida ichida gumonlanuvchi bo'lgan avtomobilni to'xtatishdi. U bilan birga mashinada mushtlashuvning yana 2 ishtirokchisi
ketayotgan edi. Ular guvoh sifatida so'roq qilindi. Asosiy gumonlanuvchi esa tergovchilarga topshirildi. Keyinchalik politsiya xodimlari ushbu mushtlashuvda ishtirok etgan yana 15 dan ortiq chet el fuqarosini topib, politsiyaga olib keldi. Hozirda politsiyachilar sodir bo'lgan voqeaning barcha tafsilotlarini aniqlamoqda va qo'lga olingan chet el fuqarolarining Rossiya hududida qonuniy ravishda bo'lib turgani tekshirilmoqda.